Hammalarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Senga ham oson bo'lmadi. Kerak bo'lsa alyuminiyni ham kesding, alyuminiyni ham qiydik senda. Sizlar ikkalaringlarga ham rahmat. Yaxshi ishladinglar. Senga ham alohida kattakon rahmatimiz. Chunki klient oldimizga kelib tekshirganda doim to'g'ri turib berding. Senga ham oson bo'lmadi. Bu seni endi joning qattiq endi. Sen endi bularning ichida eng baquvvatsan. Shurpaver senga ham rahmat. Oyog'ingdagi mana shu patinkang yirtilib ketguncha gazini bosib ishlab berding. Hech kim holingdan xabar olmadi. Zaryadkaga ham bir qo'ydik, bir qo'ymadik. Daftarimizga ham alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bo'lgan va bo'lmagan zakazlarni ham ichiga yozib tashladik. Teshovoy endi bu safar endi mana yangilanib qoldi, ham o'tkinlandi, ham mana oyog'i yangi bo'lib qoldi. Bu bizni qisib turadigan instrumentimiz. Senga ham rahmat. Shuncha sabr qilib qisib turding profillarni chakini keltirib. Bu jamadonimizga ham rahmat. Hamma yoq sig'di. Chidab ishlab berdi mana shu. Yana bir stanogimiz glavniysi mana. Boshiga qancha udar kelsa ham, sinov kelsa ham, ko'payib ketsa ham, ozayib ketsa ham mana bir xil holatda, bir xil muomalada turib bergan stanogimizdan senga ham kattakon rahmat. Biror joyini artmadik, cho'tka bilan tozalamadik. Naborat boshingga shuncha yuk qo'yib tashladik. Hamma joyda men bilan birga bo'lgan, ko'p menga asqotgan bu mana meni cho'ntagimda yurgan, doim men bilan bo'lgan. O'zi kichkina, lekin ustalar uchun juda keraklik. Bu metr. Bu videoda olishimdan maqsad, ba'ziga odam kommentariy yozishi mumkin, bu jinni, bu prikolchi, bu ahmoq bu deb. Lekin yonimizda yoki bizni qo'limizda ishlayotgan odamlar instrument emas yoki qandaydir bir apparat emas. Shu videoni ko'rib, agar xulosa qila olsanglar, qo'linglarda yoki yoninglarda ishlayotgan ishchilarga shu instrumentga qilgan muomalani qilib qo'ysanglar, ko'ngli ko'tarilib qoladi. Hammaga rahmat.